Rostdan tillanmi bu? Qayerdan oldingiz buni? Xo'jayinim doktorlar 8 yil oldin Hindistonga borganda auksionni yutib olgandilar. Ana tuxum videolar Instagramda ko'rib, bizning ham filmimiz esimizga tushib qoldi. Shunga sizga olib keldim. Bitta ko'ringchi. Sizlargacha yetib bordimi? Ha. Shunaqa qilib bu filmimiz Hindistonlik ekan. Bu dokumentlari bormidi buni? Ha, qog'ozi bor edi, 600 gramm 3/9 deb yozilgan edi. Qani u qog'oz? U yo'q bo'lib ketganda ancha yil bo'lib ketdi-ku. Ha, mayli unda o'zimiz o'lchab ko'ramiz. Ko'ringchi. Xo'p. Lekin ancha yuqori ishlatilgan ekanda. Voy, nega kam? 595 35 chiqyapti. 3/9 bugungi kunda 1,5 million so'mdan olamiz. 893 million 25 ming sizga to'g'ri keladi, shuni to'g'rimi? Talashmaysiz? Xolasangiz qo'shib bering. Menga arzonga kelganda, o'shaning uchun. Sizdagi klientlar ko'payaversin. Bu yerda 100 million. Tem 100 million. Bu yerda 60 million. Buning zamani 100 million bo'ldi. 300 million. Bu yerda 140 million. Bu 100 million bo'ldi. Bu yerda 140 200 million bo'ldi tepasida. Mana bu yerda 200 mingtalik pochkalarimiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 280 million. 300 million bo'ldi. 340 million, 150 million. Va 893 million bo'ldi. Barakasini bersin. Olib keta olsangiz bo'ldi endi faqat. Voy, baraka topinglar. Ancha foydaga kirdim. Aytgancha so'ramoqchi edim. Ana tuxum rostdan anaqami, tillami? Ha, rostdan tillaydi, bizda haqiqat. Voy, rahmat sizga kattakon ishinglar rivojini bersin. Baraka topinglar. Akamni olib kelmayapsiz-da, ko'tarib yuborarlar qachon. O'zim amalliman. Barakasini bersin.